Konteynerlar bor YouTube kanaliga anchadan beri bunaqa xushxabarli video olmadik. Umuman video qo'ymadik. Endi qo'yishyapmiz. Chunki narx bilasizlar, bizda yo ko'tarilganda qo'yamiz, yo tushganda qo'yamiz. Bu safar tushdi narx. Ko'rishlari mumkin, bu konteynerlar holatini Telegram kanalimizda doimiy kuzatib boruvchilar biladi. Doimiy rasmlarni qo'yib olamiz, sotilganlarni o'chirib tashlaymiz. Ko'rsalaringiz bo'ladi. Narxi pashti 1.300.000 $100 arzonladi. Endi 12 metrli holati zo'r konteynerlarda o'zlaringiz tanlab olasizlar. Telegram kanallarimiz, boshqa kanallar orqali tanlab olgan konteynerlaringizni uyingizni eshigini tagigacha olib bortirib beramiz. Bir xil narx. Qaysi viloyat, qaysi tuman, qaysi shahar, qaysi qishloq bo'lishidan qat'iy nazar. Faqat yo'l yaxshi bo'lsa, fura kiralsa, botib qolmasa, shunaqa qorli hududlar bo'lsa, siyg'anib qolmaydigan bo'lsa, tok-poklardan anaqasini hisobini olsalaringiz, hamma yo'g'ini hisobini olib, davay chiqartirib yuboring desalaringiz, qatta bo'lishini farqi yo'q. $1.795 dan dastavkasi yetkazib olib borishi bilan qilib beramiz. Eslaringizda qolsin, $1.795. Temboli konteynerlarni o'zlaringiz tanlab olasizlar. Misol uchun, mana shu 3 ta konteyner deylik, aylantirib rasm bo'ladi, ichlarigacha olingan. O'sha aylantirilgan rasmni обязательно o'zini ham olaverasizlar. Hech qanaqa bir muammo bo'lmaydi. Tanlaganlaringizlar, yangilar ham so'rashadi. Yangilar hozircha bizda bilasizlar, bir 7 oyda bir skidkaga tushadi. Qimmatligi uchun ko'pchilik olmaydi. Shuning uchun biz ham olmaymiz. To'g'rirog'i, qachonki arzonlasa olinadi. OLXda turibdi-yu 1.5 ming, 1.300 mingdan deysizlar. Yo'q, u OLXdalar yolg'on. Xolasalar ham bir olib ko'ringlar, faqat pulni tushirib bermanglar. Ishonchingizni kirish uchun bank orqali to'lov qiling, buna qiling deydi. Ular qonuniy firibgar deydi-yu, shunaqa. Misol uchun men u narsani olib turib, konteynerda olib turib, pulingizni olib turib, bu konteynerni bermasa, o'z ehtiyojimga ishlatib yubordim desa, siz ishonchingizga kirib firibgarlik bo'ladi. Hammani shartnomaviy munosabat qilyapsizlar, bu qilyapsizlar. Pulingizni beraman deb turgandan keyin hozir konteyner kelsin Xitoyda tuda bahona qiladi. Fuqarolik bo'ladi, sutma-sut 2-3 oyda pullaringni olasizlar. Agar harakat qilsalaringiz shunday, bo'lmasa ololmay qolaverasizlar. Shuning uchun OLXdagi turli ijtimoiy tarmoqdagi xabarlarga, yolg'on axborotlarga aldanib qolmanglar. Aniq bir faktli, ishonchli kanallar bo'lsa, xarid qilsalaringiz xursandmiz. Agar bizdan konteyner olganlar bo'lsa, bu videoni mana shu oxirigacha ko'rganlar bo'lsa, kommentariyaga o'zlaring fikrlaringni yozaverasizlar. Bugun 22-yanvar payshanba. Hozir nimani ham ko'rsatib o'taman Telegram kanalimizni. Qanaqa qiziqtirgan savollar bo'lsa ham yozaveringlar, javob beramiz. Misol uchun bunday qilib qo'yamiz. Bu 1845 deb qo'yilganlar, bular 1795 ga o'zgaradi. Mana misolni kirib ko'rasizlar, yoqqanini olaverasizlar. Mana misol mana konteyner bo'lsa, aylantirib rasm qo'yilgan bular. Mana ichlari bilan. Shunaqa qilib mana shu kanaldan mana shu yoqda deb turib, mana yerda konteyner 469.46 Telegram'i. Yomon esalaringiz chiqadi. Shunday kirib yozaverasizlar. Mana shu yoqda mana shuni olmoqchiman desalaringiz, sразу yetkazib beramiz. Sog' bo'linglar, konteynerlar borga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Shunaqa narxlar doimiy ko'rib borasizlar.